Assalomu alaykum. Yana SSR davridan qolgan chugun tavacha topib oldim. Arishnisan o'rtog'i uyam. Xo'p, bunga boshqa masalliqlar ketarkan. 3 ta tuxum va 100 gramm shakar. 5 qoshiqqa to'g'ri keladi. Va uyimizda ozgina mayonez qolgandi. 2 osh qoshiq bu 55 grammlar bo'ldi. Ozgina kefir qolgandi. 2-3 qoshiq u 60 grammdan oshiqroq edi. Va vanilin tomuzi bordi 5-6 tomchi. Yarim choy qoshiqdan kamroq soda soldim. Yaxshilab aralashtirdim va 250 gramm un qo'shdim. Hammasini quyuqroq massa bo'lib aralashtiramiz va 100 gramm sariyog' qo'shamiz eritib. Un kam ko'p bo'lishi mumkin, sababi naviga qaraydi. Birinchi nav, ikkinchi nav tak tegirmondan o'tgan, shunga qarab quyuqlik har xil bo'ladi. Men gribokchalarim bor edi. Oldingi videolarimdagidaqa uni ham sinab ko'rdim va vafelitsani o'zini ham. Tovalar yaxshilab qizishi kerak. Qizigandan keyin yaxshilab yog'lab chiqamiz. Vafelitsaga 2,5 osh qoshiq masalliq qo'ysa idealni yoyilar ekan. Shu yerda so'rab o'tay, agar shu tovani qanaqadir chisiq qilib tozalash yo'li bo'lsa, osonroq qanaqa tozalashinglar. Даже qozonim qorayib yotibdi. Kuytirish kerak deyishdi, o'tin topolmayapman. Uni ham hal qilib ko'rsam. Mana ko'rinishi. Lekin bu arishnichsa gribokga uncha o'xshamadi. Bir taraf ishmay qoldi. Xullas bu masalliq bu tovacha uchun to'g'ri kelmas ekan. Yaxshilab qarasangiz ham bo'ladi. Bu mana shunaqa vafellik uchun idealniy retsept. Agar uyda qatu yoki mayonez, kefir, xullas shunga o'xshash narsalar bo'lmasa, boshqa retsept ham opisaniyada yozib qoldiraman. U bilan ham juda o'xshaydi.